Cobalt haydaydiganlar ko'rmasa bo'lmaydi bu videoni. Cobaltimizda почти yengi tark etgan, tagidan suv kirayotgan ekan. Bu akamizni 3-4 ustiga olib bordim. Aybini topib olishmadi, oxiri sizga keldim deyishdi. Xudo xolisa aybini topishga harakat qilamiz. Kuzatishda davom etinglar. Shu videoni Cobalt haydaydigan hamma tanishinglarga yuborib qo'yinglar, inshaalloh foydali bo'ladi. Uni yechib tashladik mashinani. Hamma yoq suv dabdala bo'lyapti. Mana buni orasidan orqalarigacha ham ketib, orqalaridan ham suv oqyapti. Akamiz shumka ham qildirgan ekanlar, majbur bo'ldik shumkalarni shilishga. Hop. Mana bunaqa joyi bor. Hozir ko'rsatib o'taman. Narzaga bo'ldi. Bormi? Chekkani, cho'p kiryapti o'zi. Bo'ldi, zakonlik. Bormi? Endi bor. Ana, aybini topdik. Xudo xolisa mana shu joydan o'zi germetikni surganda, mametkamni surib olish kerak edi. Zavodda birakim, mana shu surilmagan. Shu yerdan suv kiryapti. Yog'ini ham yo'q qilamiz. Like, podpiska bosish esdan chiqmasin.